Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 63-darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Biz siz bilan birgalikda yangi mavzuni ko'rib chiqamiz. Demak, savol. Qanday so'raymiz? Nega bu shunday deb? Nega? Why? Bu shunday. Agar so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, unda bu it shunday, so. Ko'rib turganingizdek, biz siz bilan birgalikda aytib o'tgan edik, agar bizda savol bo'lsa, biz yordamchi fe'ldan mos ravishda foydalanishni o'ylashimiz kerak deb. Ya'ni agar fe'l bo'lsa, do yoki does albatta mos ravishda va agar fe'l bo'lmasa, xuddi hozirgidek, ya'ni bu misolda fe'l yo'q. Unda biz siz bilan birgalikda mos ravishda yoki am yoki are yoki is dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qachon am, qachonki men, I bo'lsa, qachon are, qachonki we, biz, you, sen yoki siz, they, ular bo'lsa, qachon is, qachonki he, o'g'il bolaga nisbatan u, she, qiz bolaga nisbatan u va it, narsa buyum yoki jonivorlarga nisbatan bu bo'lsa. Va bu misolimizdek, ya'ni qachonki maxsus savollar bo'lsa-chi, unda biz siz bilan birgalikda bulardan oldin savol so'zidan yoki savol konstruksiyasidan foydalanamiz. Ya'ni savol so'zlariga misol qilib aytadigan bo'lsak, bulardan nega, why bo'lishi mumkin yoki qayerda, qayerga degan ma'nolar bilan tarjima qilinadi bu so'z, where bo'lishi mumkin va hokazo. Xullas, boshida shu kabi savol so'zlaridan yoki savol konstruksiyalardan foydalanamiz. Hammasi juda oson va bu bugungi darsimizning qisqacha formulasi. Demak, misolimizga qaytamiz va ko'rib turganingizdek, misolimizning boshida savol so'z bor. Bu why. Biz savol so'z yoki savol konstruksiyasidan keyin shu bo'sh joyda yordamchi fe'lning biror bir shaklidan mos ravishda foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu it, qoidamiz bo'yicha qachonki he, she, it bo'lsa, unda is. Natijada nega bu shunday? Why is it so? Why is it so? Juda yaxshi. Boshqacha savollar tarjima qilamiz. Sen qachon u yerdasan? Qachon? When. Sen. You. Demak, are you? Are you u yerdasan? There. Sen qachon u yerdasan? When are you there? Bu yerda nima? Ya'ni bu yerda nima bor degan ma'noda. Nima? What? Bu yerda here. What? Ya'ni nima? Bu sukut tarzida it ni anglatadi. Shuning uchun
is. What is here bo'ladi, lekin bu to'liq shakl bo'ladi. Odatda suhbatlarda qisqartirib gapirishadi, ya'ni what is emas, what is ning qisqartirilgani what's bo'ladi va natijada bu yerda nima? Ya'ni bu yerda nima bor? What's here. Va yana misol uchun deylik, u yerda nima? Nima? What's u yerda there. U yerda nima? What's there. Biz ham sukut tarzida shunday davom etamiz, ya'ni qisqartirilgan shaklda. Bu qutida nima? Ya'ni bu qutida nima bor degan ma'noda. Nima? What's bu qutida. Da qo'shimchasi sifatida in, bu this quti box. Bu qutida nima? What's in this box? U qutida nima? Nima? What's u qutida in that box? U qutida nima? What's in that box? Bu xonada nima? Nima? What's bu xonada? In this room. Room xona. Bu xonada nima? What's in this room? Qayerdasan yoki qayerdasiz? Qayerda? Where bu so'zning alohida talaffuzi. Where. Siz yoki sen. You demak are you. Are you. Xo'p, bu so'zning alohida talaffuzi where deb aytdik. Birgalikda o'qiymiz. Ya'ni birgalikdagi talaffuzi there are you. There are you. O'g'il bolaga nisbatan u hozir qayerda? Qayerda? Where u. He demak is he. Hozir now. U hozir qayerda? There is he now. Juda yaxshi. U odam kim? Kim? Who? U odam. So'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, u odam that person. Va bu yerda bog'liqlik kerak, ko'rib turganingizdek mos ravishda, va bu yerda toza ko'rinishda olmosh yo'q. U odam that person. Ya'ni odam person, he yoki she ni anglatadi, shuning uchun is. Natijada u odam kim? Who is that person? U erkak kim? Kim? Who? U erkak. Erkak he, shuning uchun is. U erkak that man. U erkak kim? Who is that man? Bu ayol kim? Kim? Who? Bu ayol. Ayol she, shuning uchun is. Bu ayol this woman. Bu ayol kim? Who is this woman? Juda yaxshi. So'zlarni qaytaramiz va undan keyin mavzuda davom etamiz.
Bu bugungi darsimizning qisqacha formulasi. Biz siz bilan birgalikda boshida savol so'z yoki savol konstruksiyasidan foydalanamiz. Biz qisqacha qilib ikkita savol so'zlarini yozdik. Birinchisi why, nega, ikkinchisi where, qayerda yoki qayerga. Qachonki I bo'lsa, unda am, qachonki we, you, they bo'lsa, unda are, qachonki he, she, it bo'lsa, unda is. O'qiymiz. Why is it so? When are you there? What's here? What's there? What's in this box? What's in that box? What's in this room? Where are you? Where is he now? Who is that person? Who is that man? Who is this woman? Juda yaxshi, davom etamiz. Tarjima qilamiz. O'g'il bolaga nisbatan u kim? Kim? Who, u, he, demak is he. U kim? Who is he? Qiz bolaga nisbatan u kim? Kim? Who, u, she, demak is she. U kim? Who is she? Bu joy qayerda? Qayerda? Where? Bu joy. This place. Bu joy. This place. Ya'ni joy. Place. Jonsiz birlik shaklida bu, ya'ni it. Demak, it unda is dan foydalanamiz. Bu joy qayerda? There is this place. Juda yaxshi. Keling, endi biz siz bilan birgalikda foydali bir savol konstruksiyasi bilan tanishamiz. Deylik, misol uchun tarjima qilamiz. Bu qanchalik qimmat? Qanday bu how va qanchalik ham bu how va qimmat esa expensive va bu sifat. Hozir tushuntiraman. Va natijada qanchalik qimmat how expensive. Ya'ni how va undan keyin sifat qo'shiladi. 3 ta nuqtalar bu sifat deylik va undan keyin esa bog'liqlik mos ravishda yoki am yoki are yoki is. Misolimizga qaytamiz. Qanchalik qimmat? How expensive. Bu it. Va bog'liqlik bo'lishi kerak. It. Demak, qachonki he, she, it bo'lsa, unda is. Va natijada bu qanchalik qimmat? How expensive is it? Bu qanchalik qiziq? Qanchalik qiziq? How interesting bu is it. Biz siz bilan birgalikda aytib o'tgan edik,
to be fe'lining shakllari bilan sifat ishlatamiz deb. Bu qanchalik uzoq, ya'ni qancha masofa degan ma'noda. Qanchalik uzoq, how far, bu is it. Bu qanchalik uzoq, ya'ni qancha masofa, how far is it. Bu qanchalik foydali. Qanchalik foydali, how useful, bu is it. Bu qanchalik foydali, how useful is it. Bu qanchalik samarali. Qanchalik samarali, how effective, bu is it. Bu qanchalik samarali, how effective is it. Bu usul qanchalik samarali. Qanchalik samarali, how effective, bu usul. This method. Bu usul, this method, ya'ni usul. Method. Jonsiz, bu ya'ni it. Demak it, unda is. Bu usul qanchalik samarali, how effective is this method. Bu qanchalik muhim. Qanchalik muhim, how important, bu is it. Bu qanchalik muhim, how important is it. Juda yaxshi so'zlarni qaytaramiz. Who is he? Who is she? There is this place. How expensive is it? How interesting is it? How far is it? How useful is it? How effective is it? How effective is this method? How important is it? Juda yaxshi, davom etamiz. Yoshing nechida yoki yoshingiz nechida? Biz so'zma-so'z tarjima qilsak, siz qanchalik qarisiz deya so'raymiz. Ya'ni qanchalik qari, how old siz. Siz you, demak are you. Va natijada yoshing nechida yoki yoshingiz nechida, how old are you. O'g'il bolaga nisbatan u necha yoshda? Necha yoshda? How old, ya'ni qanchalik qari, how old, u is he. U necha yoshda? How old is he. Qiz bolaga nisbatan u necha yoshda? Necha yoshda? How old, ya'ni qanchalik qari, how old, u is she. U necha yoshda? How old is she. Juda yaxshi. Keyingisi, sening isming nima? So'zma-so'zda nima, what yoki qanaqa, qaysi, qanday. Chunki diqqat qiling, what ning ikkita ma'nosi bor. Birinchisi what bu nima va ikkinchisi what bu qanaqa, qaysi, qanday degan ma'nolarni ham beradi. Garchi bu so'zlar ingliz tilida boshqa bo'lsa ham, lekin ma'noda shunaqa tarjima bilan keladi. Va bularga ham albatta hozir navbati bilan misollar keltiramiz. Va mos ravishda sening, your, isming, name. Va qoidamiz bo'yicha savol so'zidan keyin to be fe'lining biror bir shakli bilan bu yerda bog'liqlik bo'lishi kerak.
name. Ism va bu jonsiz birlik shaklida. Demak, it. It bo'lsa, unda is. Va natijada what is your name? Lekin odatda boya aytib o'tganimizdek, boshqa shaklda, ya'ni qisqartirilgan shaklda aytishadi. What is emas, what's. What's. Sening isming nima? What's your name? O'g'il bolaga nisbatan uning ismi nima? Nima? What's uning, his ismi, name. Uning ismi nima? What's his name? Qiz bolaga nisbatan uning ismi nima? Nima? What's uning, her ismi, name. Uning ismi nima? What's her name? Juda yaxshi. Boshqacha savol. Sen kim bo'lib ishlaysan? Ya'ni nima ish bilan shug'ullanasan? So'zma-so'zda biz sening ishing qaysi? Ya'ni sening ishing nima deya so'raymiz. Nima? What? Sening, your, ishing, job. Va bu konstruksiyada biz job dan foydalanamiz ish so'zi uchun. Diqqat qiling, ish bu jonsiz, ya'ni it. Demak, is dan foydalanamiz va bu to'liq shakl. Qisqartirilgan shaklda gapirishadi odatda, shuning uchun qisqartiramiz. What's your job? Sen kim bo'lib ishlaysan? Ya'ni nima ish bilan shug'ullanasan? What's your job? O'g'il bolaga nisbatan u nima ish bilan shug'ullanadi? Ya'ni nima? What's uning ishi? His job. U nima ish bilan shug'ullanadi? What's his job? Qiz bolaga nisbatan u nima ish bilan shug'ullanadi? Ya'ni nima? What's uning ishi? Her job. U nima ish bilan shug'ullanadi? What's her job? Sizning kasbingiz nima? Nima? What? Sizning, your, kasbingiz. Kasb bu profession. Profession. Jonsiz bu, ya'ni it. Demak, it unda is va bu to'liq shakl qisqartirilgan shaklda what's. Va natijada sizning kasbingiz nima? What's your profession? What's your profession? O'g'il bolaga nisbatan uning kasbi nima? Nima? What's uning kasbi? His profession. Uning kasbi nima? What's his profession? Qiz bolaga nisbatan uning kasbi nima? Nima? What's uning kasbi? Her profession. Uning kasbi nima? What's her profession? Juda yaxshi. So'zlarni qaytaramiz. How old are you? How old is he? How old is she? What's your name? What's his name? What's her name? What's your job? What's his job? What's her job? What's your profession? What's his profession? What's her profession? Davom etamiz. Keyingisi juda ham kerakli savollarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, sizning
sevimli, ya'ni yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz qaysi? Qaysi? What? Boya aytib o'tdik, what'ning ikkita ma'nosi bor. Birinchisi what bu nima va ikkinchisi what bu qanaqa, qaysi, qanday degan ma'nolarni ham beradi. Garchi bu so'zlar ingliz tilida boshqa bo'lsa ham, lekin ma'noda shunaqa tarjima bilan keladi deb. Sizning your sevimli, yaxshi ko'rgan bu so'z, ya'ni sevimli favorite. Sukut tarzida Britaniya ingliz tilisidagi favorite yozuvidan foydalanamiz. Amerika ingliz tilisida esa U harfisiz. Britaniya ingliz tilisida U harfi bilan. Sevimli favorite qo'shig'ingiz. Qo'shiq bu song va jonsiz bu ya'ni it. Demak it unda is va bu to'liq shakl qisqartirilgan shaklda what's. Va natijada sizning sevimli ya'ni yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz qaysi? What's your favorite song? Shunga o'xshash savol. Deylik, sizning sevimli kitobingiz qaysi? Qaysi? What's sizning your sevimli favorite kitobingiz? Kitob book. Sizning sevimli kitobingiz qaysi? What's your favorite book? Sizning sevimli qo'shiqchingiz kim? Kim? Who? Sizning sevimli qo'shiqchingiz. Qo'shiqchi he yoki she bo'lishi mumkin. Shuning uchun is. Sizning your sevimli favorite qo'shiqchingiz. Qo'shiqchi singer. Sizning sevimli qo'shiqchingiz kim? Who is your favorite singer? Sizning sevimli aktyoringiz kim? Kim? Who? Sizning sevimli aktyoringiz. Aktyor he, shuning uchun is. Sizning your sevimli favorite aktyoringiz. Aktyor bu actor. Sizning sevimli aktyoringiz kim? Who is your favorite actor? Sizning sevimli aktrisangiz kim? Kim? Who? Sizning sevimli aktrisangiz. Aktrisa she, shuning uchun is. Sizning your sevimli favorite aktrisangiz. Aktrisa actress. Sizning sevimli aktrisangiz kim? Who is your favorite actress? Yana bir nechta qo'shimcha misollar. Savol beramiz. Baxt nima? Nima? What? Baxt happiness. Sanab bo'lmaydi. Baxtni, shuning uchun bu yerda article kerak emas. Happiness. Baxt bu ya'ni it ni anglatadi. Shuning uchun is va natijada baxt nima? What is happiness? Va bunday misollarni to'liq shaklda yozamiz va aytamiz. Deylik, boshqacha misol shunga o'xshash. Sevgi nima? Nima? What? Sevgi.
Sevgi bu itni anglatadi, shuning uchun is sevgi love. Sevgi nima? What is love? Baxt siz uchun nima? Baxt nima? What is happiness? Siz uchun for you. Baxt siz uchun nima? What is happiness for you? Juda yaxshi so'zlarni qaytaramiz. What's your favorite song? What's your favorite book? Who is your favorite singer? Who is your favorite actor? Who is your favorite actress? What is happiness? What is love? What is happiness for you? Aziz do'stlar, navbatdagi 63-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.